Gidrogenlash uchun qancha hajm vodorod normal sharoitda kerak deyilyapti masala sharti bo'yicha. Demak, S6H6 bolalar to'liq gidrogenlashimiz kerak. Bu 49-savol. Gidrogenlaganimizda alkan, ya'ni to'yingan uglevodorodni hosil qiladi to'liq gidrogenlash uchun. 4 S6H14 nechta vodorod yetmayapti? 6 dan 14 gacha. 8 ta. 4 molekula tushadi vodoroddan. To'g'rimi? Endi qaranglar bolalar, 39 grammni gidrogenlash uchun qancha hajm vodorod kerak deyilyapti. Bizda benzolimiz, ya'ni aromatik uglevodorodimiz 98 gram. Bu uchun 422 to'ra ko'paytirsa 89,6 litr normal sharoitda vodorod sarflanadi. Masalan, shart bo'yicha 39 gram uchun qancha vodorod kerak normal sharoitda deb hisoblaydigan bo'lsak, javobimiz chiqadi. Yo 98 emas, 78 emas. 70. Yo'q, bunaqa son chiqmasin. 44 mana bu 78 edi, to'g'ri. Bola 89 ni teng yarim bo'ladi-da unda. 44. Assalomu alaykum. 8 bo'lar ekanda, to'g'rimi? Ajob. Xo'p, demak, javobimiz bormi? Ajob ekana. 50. Bolalar benzol, metil benzol 705 gram aralashma 300 gram bro 6%li. Bromni suvni akslantiradi. Benzol va 2,4,6,3 brom 1 metil benzol massasi qanday nisbatda bo'lgan deyapti masala sharti bo'yicha. Demak, benzol bilan metil benzol yana bir nomi nima edi? Talvol edi, to'ppa-to'g'ri. Bolalar, mana shu bo'yicha ketishimiz kerak umumiy hisobda. Xo'p, ketdik. Biz masalan shart bo'yicha bromli suvni ranglantiradi. Bolalar, benzol ranglantiradimi, metil benzolmi? Metil benzol, to'ppa-to'g'ri. Benzol reaksiya kirishmaydi, to'g'rimi? Brom bilan. Plus brom bilan reaksiya bermaydi deb qo'yamiz. Xo'p, keyingisi metil benzol S7H8 talvol plus bromni ranglantirganda umumiy formula bo'yicha S7H5 bromdan 3, ya'ni 2,4,6,3 brom deyilyapti. Shuning uchun plus vodorod bromidni ham hosil qiladi, to'g'rimi? Reaksiyani tenglayman bolalar. 3 qo'ysak, bekam 3 qo'yishimizga to'g'ri kelar ekan. To'g'ri, teng. Xo'p, bizda 300 gram 6% brom deyilyapti. Demak, 300 grammimiz umumiy 100% bo'lsa, 6% qancha bo'ladi? Bolalar, 6 ni 3 ga ko'paytirib qo'ysalar bo'ldi. 100 bilan 300 qisqarsa 8 gram brom bo'lgan. Endi hurmatli abituriyentlar, mana bu talvolning massasi 92 gram. 92 gram uchun 163 ga ko'paytirsak 480 gram brom sarflansa, biz masalan shart bo'yicha 408 gram berilyapti. 408 gramda qancha talvol bo'lgan deb hisoblaymiz. 0,92. Bolalar, endi qaranglar, dastlabki aralashmamiz 705 gram edi. Mana bu benzol bilan metil benzolni massasi 705 gram edi. 0,92 si talvol ekan. 705 dan 0,92 ni ayirsalar, qolgani benzolga qoladi. 658 gram bo'ladi bu benzol. Xo'p, bolalar 0,92 gram bo'ladigan bo'lsa, endi 6,58 bu benzol. Xo'p. Bundan biz masalan shart bo'yicha benzol va 2,4,6,3 brom 1 metil benzol massalar qanday nisbatda bo'ladi? Demak, mana buni ham hisoblab qo'yishimiz kerak. S7H5 bromdan 3 ta, ya'ni 329 gram. 1 mol massasi. 408 da qancha deb hisoblaydigan bo'lsak, 3,29 gram bo'ladi. Endi bizda benzolimiz 6,58, 2,4,6,3 brom 1 metil benzolimiz 3,29 gram bo'ladi. Demak, 6,58 ga nisbat 3,29. Bolalar, nisbat topish uchun kattasini kichikka bo'lamiz, kichigini o'ziga bo'lamiz. 3,29 kichigiga bo'lamiz 3,29 ga bundan. Buni ham qisqartirsak 1 ga 0,5. 29 ga bo'lsanglar bolalar nisbat kelib chiqar keyin.
Ha, 1 ga 2 yoki buni ham bizda javob yo'q ekan, 1 ga 2, 1 ga 0,5 bor ekan bolalar. Buni ham qisqartiradigan bo'lsak, mana bu 1 mol, mana bu 0,5 mol bo'ladi. Javobimiz shunda B javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, bolalar, keyingisi talvol kislotali sharoitda kaliper manganat bilan oksidlanganda talvolning ekvivalent molyar massasini hisoblang deyiladi. Bolalar, talvol kaliper manganat bilan yozasizlar. Umumiy reaksiya tenglamasi bo'yicha hosil bo'lgan talvolning ekvivalentini so'rayapti. Qanday topishni bilamizmi? Valentligi. Nimasiga nisbatan o'lchaymiz ekvivalent topish uchun? Yoki oksidlanish darajasiga topib turib, umumiy ishlab qo'ysak ham bo'laveradi bolalar. Muammoli joyi yo'q. Faqat reaksiyani tenglashda, to'g'ri tenglashda bilishinglar kerak. O'zi bolalar, kaliper manganat bilan oksidlanganda nimani hosil qiladi? Benzolga qaysi funksional guruh kelib birikadi? Mayli, yaqinlashtirib beraman. Oksidlanganda karboksil guruh kelib birikadi. Xo'sh, mayli. Keyingi savolni ishlaymiz. Keyingisi 52-savol. 21,2 gram bo'lgan etil benzolni to'liq yoqish uchun normal sharoitda o'lchaganda qancha havo kerak deyilyapti? Kislorodning havodagi hajmi ulushi 20% ni tashkil etsa. Demak, uni quyidagicha ishlaymiz, hurmatli abituriyentlar. Demak, bizda etil benzol umumiy format holatda S6 ga etil bo'lsa kislorod qo'shsak S8 holatda yoziladi. S8H10. Yana bir nomi nima edi? Ksilol, to'ppa-to'g'ri plus suvni hosil qilamiz. Bolalar, uglerodda 8 ta karbon angidrid, vodoroddan 10 ta 2 ga bo'ladigan bo'lsa 5 suv. Kislorod hisoblashim kerak. 8 kere 2 16, 5 ni qo'shadigan bo'lsam 21, 2 hajmni hisoblangan, keyin hajmni hisoblab qo'ysak bo'laveradi. Farqisi yo'q. Biz masalan shart bo'yicha 21,2 dan qancha deb hisoblaymiz. Mana buni 212 deb hisoblasanglar ham 2 marta katta. 21,2 ni 106 ga bo'lsak 0,2 taqsim 1 ga to'g'ri keladi. 15 ni 0,2 ga ko'paytirsanglar 2,1 molni tashkil etadi. Bolalar, 2,1 mol kislorod havoda 20% ni tashkil etar ekan. 100% deb oladigan bo'lsak, qancha miqdorda tashkil etadi deb topamiz. 2,1 ni 0,2 ga bo'lsak, yana necha kelib chiqadi? 235. Yana 10,5 kelib chiqadi. Bolalar, hajmga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 10,5 ni ko'paytiramiz 22 ga. 10 deb hisoblaydigan bo'lsanglar ham 224 0,5 ga ko'paytirsak 11,2 ga jam qo'shadigan bo'lsak 235,2 gram bo'lar ekan. Javobimiz mana A javobga to'g'ri kelar ekan.